Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar podpischilar? Bu orqasi mana nima desa bo'ladi. Parok stoyka bu taraf orqa tomon bunday nima desa bo'ladi. Krilo yo'q deganda edi. Orqa tarafi alohida ajraydi. Pritsep holatda 4 ta boltga bilan ajrashgan. Xullas mana bu tarafi mana ko'rib turgan Zazoris u tarafdan bu tarafga 2 sm qochib ketgan. Mana krilosda ishi bor. Orqa tarafini ko'rib turibsiz, boshqacha rang. Bu полностью kraska bo'ladigan mashinamiz. Orqa eshigi almashadi. Mana bu ko'rib turganingiz. Orqa eshik almashadi. Bu eshik boshqa qo'yilgan, bu yoqdan kelgan, Koreyadan kelgan mashina. Almashib tortib qo'yganmiz bu yog'ini. Shu 2-3 sm u tarafga qochib ketgan nimasi. Shuni tortib keltirib, xudo xolasa kraskaga tayyor qilamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Podpiska bosishni esdan chiqaring.